Eri Rossiyada yuradigan juda ko'p ayollar yozadi. Ulardan birlari yozdi bugun. O'zi avval yozgan edi. Bu ishni qilmang degan edim, ya'ni eridan mehr, muhabbat, e'tibor ko'rmagandan keyin boshqasidan izlaydi ayol kishi. Xuddi erkaklar kabi. Zino qildim deyapti. Bu o'ylab topilgan narsa emas, meni kallamdan chiqmayapti, hayotiy narsa. Erim Rossiyada bir yigit bilan zino qilib qo'ydim deydi. Endi Alloh tavbangizni qabul qiladi, tavba qiling deb qo'ydim. Ayolni mana shu yergacha kelishiga nima sabab bo'lgan aytaymi? Muhtarama aka-ukalar, jon aka-ukalar, Rossiyada yurganlar. Oilangiz kerak bo'lsa, xotiningizga telefon qilib, eng kamida xotin, men seni Alloh uchun yaxshi ko'raman, farzandlarimni onasisan. Senga mehrim boshqacha. Taqdir bizni mana shunaqa yo'l bilan sinayapti. Tirikchilik ekan, musofirda ishlab yuribman. Sabr qilgin, seni yaxshi ko'raman deb qo'yavering. Bilaman, yaxshi ko'rmaysizlar. Juda ko'p erkaklar ayolini yaxshi ko'rmaydi, rashk qilmaydi, muhabbati yo'q. O'zi bola tug'ilgandan keyin ayolga muhabbat nolga teng bo'lib qolgan. Juda ko'p erkaklar xotini haqida qayg'urmaydi. Shunaqa bo'lsa ham ayol kishi shu gapingizdan energiya olib ham o'zini boshqa erkaklardan himoya